Endi hozirgi paytda bizning O'zbekistonda eng populyarniy radiatorlarimiz bu alyuminiy radiator, seksionniy bo'lgan va panelli radiator. Buni ham o'zini muxlislari bor. Kimdir faqat panelli radiatorlarni yaxshi ko'radi, kimdir alyuminiy radiatorlarni yaxshi ko'radi. Endi buning ikkalovini nimada farqi borligini hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Alyuminiy radiatorning ham o'ziga yarasha har xil turlari mavjud. Asosiysi bu endi seksionniy bo'ladi. Bu hamma radiatorlar seksionniy bo'ladi. Lekin hali aytganimdek, yuza miqdori o'ziga yarasha juda ham har xil bo'ladi. Shuning o'zidan biz farqlab olishimiz mumkin. Agarda sizni oldingizga shu savol tushgan bo'lsa, qanday radiator olishim kerak va qanday radiator menga foydali bo'ladi? Isitish tizimimda eng effektivniy radiator qaysi turkumi bo'ladi? Qaysi qat'iy e'tibor berish kerak bo'lsa, men hozir shu joyini o'tkazib yubormay, birma-bir tushuntirib beraman. Alyuminiy radiator. Alyuminiy radiator ko'rib turganingizdek, alyuminiy metal qorishmasidan quyilgan bo'ladi. Shtampovka orqali quyiladi. Bu juda ham katta bosim orqali va alyuminiy radiatorning ichidan o'ziga yarasha trubkasi bor. Trubka orqali bizda teplonositel, issiqlikni o'zi bilan olib yuruvchi bu sistemamizdagi suv. Kotyolimizdan, isitish mashinamizdan kelib chiqqan suv bu ichiga trubka orqali o'tganini, trubka yonini atrofida ko'rib turganingizdek qovurg'alari bor. Biz buni qovurg'a seksiyalar deymiz. Qovurg'alarga qizdiradi. Asosiy qovurg'alar mana mana bo'ladi, ikkita. Bu qovurg'alar orqali yonidagi poperechniy qovurg'alarni qizdiradi va shu orqali biz bundan chiqib o'tgan issiqlikni katta yuzaga tarqatib beramiz. Va shu yuza qancha katta bo'lsa, bu radiatorning quvvati issiqlik berish miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Oxirgi 10 yillikni qarab oladigan bo'lsak, bizning bozorda boshida bizga juda ham yaxshi sifatli radiatorlar kelgan. Import mahsulotlar juda ham ko'p kirib kelgan. Lekin bozorda konkurensiyani hisobiga narxini mijoz uchun tushirib berish maqsadida juda ham ko'p fabrikalar ekonomikroq, arzonroq mahsulot ishlab chiqaraman deb faqat buni bitta yo'lini o'zligini oldiga qo'yishgan. Iloji bo'lsa yengilroq, kamroq masalliq ishlataylik. Shu bu yerda alyumin bo'lsa, kamroq masalliq, yengilroq radiator orqali narxini tushirib olishgan. Chunki bunda boshqa hech qanaqa faktor viloyat qilmaydi. Bu yerda faqat shu alyuminni qancha kamroq ishlatsa, shuncha radiator arzonroq bo'ladi. Lekin bunda eng sizlarga oddiy narsani o'zingiz uchun bilib olinglar. Qancha yuzi katta bo'lishi kerak va narxi ham shundan o'zi kelib chiqadi. Qimmatroq alyuminiy radiatorlar bor, arzonroq radiatorlar bor. Agarda siz aytaylik sifatli radiator olmoqchi bo'lsangiz, pulini o'zi sizga yetib turadi. Masalan, bitta radiator seksiyasi hozirgi bozorimizda 150 ming, 180 minglik ham bor. Bular eng sifatli radiatorlar turkumiga kiradi. 120 mingdan tepasi bizning bozorimiz 120 mingdan tepasini olishni tavsiya qilaman. Nimaga desangiz, bularning qovurg'alari, yuzalari juda ham katta bo'ladi va mana bu yerdagi qovurg'alarini, bu yerdagi suv yuradigan stenkalarini qalinligi ham shunga yarasha bo'ladi. Oxirgi paytda biz juda ham ko'p ko'ryapmiz. Mana oxirgi qishlarda ham keldi. Juda ham ko'p odamlarda radiatorlar muzlab tez yorildi. Lekin baquvvat mana bunaqa bimetal radiatorlar yoki shunga o'xshagan baquvvat radiatorlar, stenkalar, yaxshi sifatli radiatorlar qo'yilgan sistemalarda bunaqa muzlashlar, yorilishlar deyarli bo'lmadi. Muzlagan bo'lsa ham qanaqadir davleniyani, katta davleniyani ushlab berdi. Mana men sizga hozir oddiy misol ko'rsatib beraman. Mana bu yaxshi radiator, eng topoviy, chunki buni qovurg'alari ko'p. Bundan keyingi o'rtacha o'rinda уже ozgina ekonomikroq qilingan, mana qovurg'alari ko'rayotganingizdek, уже kichkinaroq, ora-oralarida rebristiklar uzilish ketyapti. Bu уже mana bunaqa radiatordan deyarli 20% yengilroq. Va oxirgisi men tavsiya bermayman, umuman tavsiya bermasdim. Mana bunaqa ingichka, mana orqasidan ko'rsanglar ham ingichka qovurg'alarini juda ham ekonom qilib yuborgan. Hozir men sizlarga yonma-yon ko'rsataman.
Mana sifatli radiator va sifatsiz radiator farqi. Orqa tomonidan ko'ryapsizlar. Ekonomichning yuzalari, isitish tarqatadigan yuzalar juda ham kam. Bunda esa hech qatidan hech qanaqa narsa ayalmagan va shunga yarasha effektivlik. Masalan, siz bozorda bu radiatorni ham sotib olasiz, ish haqida bir xil bo'ladi, montajini bir xil oladi, usta haqi. Lekin siz bundan $2 dan, masalan 10 ta seksiyaligidan $20 yutganingiz bilan, lekin isitish quvvatini siz olib keta olmaysiz. Yevropada o'rganganimiz bo'yicha chamasi 5-6 yil oldin bitta katta kompaniya vakillari bilan suhbatda bo'lganimizda, ular уже Yevropada seksiya bo'yicha emas, watt bo'yicha sotuv tizimlari joriy qilingan. Bu degani har bir mijoz o'ziga kerakli wattni, o'ziga kerakli teplo kaloriyalarini bo'yicha radiatori sotib olishi уже yo'lga qo'yishgan. Bizda aksincha seksiya deyishadi. Hali ham masalan 10 ta seksiyonni kerak menga, bitta xonaga 10 ta seksiyali, lekin 10 ta seksiyani quvvatini oladigan bo'lsangiz, realniy quvvati buni masalan 5 ta seksiyani quvvatini beradi. Haqiqiy 5 ta mamlaqa полноценный radiator seksiyani quvvatini beradi. Shuning uchun bundan buyon adashmanglar. Sizlarga tavsiyam baquvvatroq, kattaroq yuzali radiatorni olishinglarni tavsiya qilaman. Menimcha o'ylayman, sizlarga aziz kuzatuvchilar, alyuminiy radiatorlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarni bera oldik deb o'ylayman va siz tanlayotgan radiatorlarda juda ham hushyor bo'lishingizni istab qolaman, chunki siz har bitta qilinayotgan sarmoyangiz bu kelajakka qilinayotgan sarmoya. Va ko'pincha bizni mijozlarimizda eshityapmiz, sovuq kunlarda bizning uyimiz isimayapti, sistemamizda issiqlik bor, isitish tizimlari yaxshi ishlayapti, kerakli temperaturalar bor, radiatorimiz issiq, ammo xonamiz isimayapti. Bu shu расчетini noto'g'ri qilingani va mana shu ko'rganingizdek неполноценный alyuminiy radiatorni seksiyalar orqali kerakli kaloriyani kerakli sovuqlik paytida yetkazib bera olmasligini natijasi. Siz shunday holatlardan omonda qolishingiz uchun men sizga doim shu eng kerakligini, eng to'liq полноценный alyuminiy radiatorlarni olishingizni tavsiya qilib qolaman. Keyingi sonlarimizda xudo xohlasa panelli radiatorimizni ko'rib chiqamiz va termoregulyatsiya haqida gaplashamiz. Sog' bo'ling, bizani kuzatib boring.